Hojonam o'g'illari hojona uchun shunaqa chiroyli uy qilib berganlar. Ya'ni bu zal Dilbar hojonani o'zlarini zallari aynan o'g'illari tomonidan shunaqa eksklyuziv qilib qilingan. Hammaga nasib qilsin shunaqa o'g'illardan. Bu videoni niyat qilib o'g'illarimizga yuborib qo'yamiz. Zalni ko'rasizlarmi? Kattaligini, chiroyligini qaranglar. Lyustralardan kelsak, shunaqa shikarniy lyustralar ilingan. Mamyot tomon shunaqa panelni juda ham chiroyli. Mamyot tomon ham faqat mebel bilan ishlangan. Endi pardamizga kelsak, pardamizning cheti ham ramkalari mebeldan qilingan. Ikkinchi oynamiz ham shunaqa mebeldan qilingan. Bizi pardamizning rangini mana shu o'rtadagi kafelimizning rangidan, ya'ni bej rangdan oldik. Kafelimizning orasida tillarang bo'lgani uchun pardamizning ustida shunaqa ozgina tillarang oттенкалari bor. Bu pardamizda Chanel parda, asnova Chanel, juda ham chiroyli, barxitli, lekin asnova yaltilaydigan Chanel emas, matviy, juda ham premium kачестводagi portierimiz. Tyulimizga kelsak, chiroyligini ko'rasizlarmi? Hojona uchun shunaqa pastlarini ham, eteklarini ham moskovskiy shoflarda juda ham chiroyli qilib обработкаlar qilib berdik. Bu tyulimiz ham mana ko'rayotganinglar premium kачестводagi eng chiroyli, eng go'zal tyullarni hojonamni o'g'illari Jamshid aka tanlaganlar. Aynan hojona uchun. Hojonaning zali eng zo'ri bo'lishi kerak deb boshidan pardaga borganlarda aytganlar. Mana bu avalni oynani ko'rasizlarmi? Qanaqa chiroyli. Bu yerda 4 ta portier tashaganmiz. Chetidagi portierimizni ozgina kattaroq, ikkita kichik, o'rtasi esa salgina ixchamroq qilganmiz. Endi yana sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Mana bu tyulni ko'rasizlar, hatto bo'lingani ham bilinmaydi. Mana men o'zim ko'rsatmasam, sizlar bilmaysizlar. Mana обработкаlar hammasi amerikanskiy chokda. Mana ko'rasizlarmi? Endi tyulimizni ham zashetka ham bo'lingan. Mashina ochganimizda zal oynasidan shundoq masjid ko'rinadi, qaranglar bu go'zallikka. Voy, vasha hammaga nasib qilsin. Shunaqa oynasini ochganda uydan masjidlar ko'rinish hammamizga nasib qilsin. Mana shu videoni ko'rayotgan har birimizga mana shunaqa uylardan buyursin ilohim.